Kiyevdan keskin bayonot. Bundan yomoni bo'lmaydi. Ukrainada resurs deyarli tugadi. Yaqin Sharqda soxta tinchlik, qurollar jim, ammo bosim kuchaymoqda. Eron qat'iy bayonot berdi. Bu jinoyat uchun javob berasizlar. AQSh va Isroil sudga tortiladimi? Orban saylovlardagi mag'lubiyat uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Washington yangi taklif bilan chiqdi. 20 yillik taqiq evaziga sanksiyalar yumshatiladi. Rossiya bahori falokatga aylandi. Tarixdagi eng kuchli yog'ingarchilik. Xitoylik erkak chumoli sabab 1 yilga qamaldi. Kiyevdan keskin bayonot. Bundan yomoni bo'lmaydi. Ukrainada resurs deyarli tugadi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Yaqin Sharqdagi harbiy keskinlik fonida Kiyevda Patriot havo mudofaa tizimlari uchun raketalar tanqisligi kuchayganini aytdi. ZDF telekanaliga bergan intervyusida u agar Yaqin Sharqdagi urush uzoq davom etsa, Ukraina uchun qurol-yarog' yanada kamayishini bildirib, hozirgi tanqislikni bundan yomoni bo'lmaydi deb baholadi. Zelenskiy shuningdek Eron atrofidagi mojaro sabab AQShning e'tibori Ukrainadan chalg'iyotganini ham ta'kidladi. Bu fon ortida Kiyev Germaniya va'da qilgan Patriot raketalari tez orada yetib kelmasligini ham ochiq aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorovning ma'lum qilishicha, Berlin e'lon qilgan yuzlab raketalar bo'yicha shartnomalar tuzilgan bo'lsa-da, ularni yetkazib berish joriy yil oxirigacha emas, balki 2027-2029-yillarda boshlanadi. Uning aytishicha, bu qarorlar kelasi qishga emas, uzoqroq davrga hisoblangan. Rasmiy axborotda Germaniya tomonidan Patriot tizimlari uchun yuzlab raketalar bo'yicha shartnoma tuzilgani, Ispaniya esa Patriot tizimlari uchun raketalar yetkazib berishi qayd etilgan. Biroq Kiyev uchun asosiy muammo shundaki, bu yordamning bir qismi zudlik bilan emas, faqat keyingi yillarda yetib keladi. Yaqin Sharqda soxta tinchlik, qurollar jim, ammo bosim kuchaymoqda. Sulh e'lon qilindi, ammo shartlar va bosimlar yangi qarama-qarshiliklarni yuzaga chiqarmoqda. So'nggi bayonotlar shuni ko'rsatadiki, mojaro vaqtincha to'xtagandek tuyulsa-da, uning ortida yanada murakkab siyosiy o'yinlar davom etmoqda. Donald Trump Livan va Isroil o'rtasida 10 kunlik sulhga erishilganini e'lon qilib, bu uning tugatgan 10-urushi bo'lishini ta'kidladi. U ilgari ham o'zini dunyoda 8 ta urushning oldini olgan yetakchi sifatida ko'rsatib, hatto tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga da'vo qilinganini eslatib o'tdi. Biroq bu sulh qanchalik mustahkam ekani hozircha ochiq savol bo'lib qolmoqda. Shu fonda Emmanuel Macron bu kelishuvni qo'llab-quvvatlashini bildirgan bo'lsa-da, uni xavf ostida deb baholadi. Uning fikricha, davom etayotgan harbiy harakatlar sulhni istalgan vaqtda buzishi mumkin. Macron barcha tomonlarni tinch aholini himoya qilishga chaqirib, ayniqsa Hizbulloh qurolni topshirishi, Isroil esa Livan suverenitetini himoya qilishi kerakligini ta'kidladi. Yana boshqa tomondan Kir Starmer global darajadagi muhim masalaga, Hormuz bo'g'ozi xavfsizligiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, bo'g'oz hech qanday shartlarsiz va darhol ochilishi kerak, chunki bu global energetika va savdo oqimlari uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Starmer Macron bilan birgalikda ko'p millatli tashabbus orqali dengiz navigatsiyasi erkinligini himoya qilishga tayyor ekanligini bildirdi. U shuningdek minalarni tozalash operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash zarurligini ham qayd etdi. Eron qat'iy bayonot berdi. Bu jinoyat uchun javob berasizlar. AQSh va Isroil sudga tortiladimi? Eron AQSh va Isroilni mamlakat rahbariyatining o'ldirilishi uchun javobgarlikka tortmoqchi. Biz buni qilishimiz kerak. O'ylaymanki, nafaqat Eron, balki butun xalqaro jamiyat javobgarlikka tortishni so'ramoqda. Chunki AQSh va Isroilning qilmishi xalqaro tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatdir. Bu urush jinoyati, insoniyatga qarshi jinoyat, deydi Baqoyi. Uning tushuntirishicha, Jeneva konvensiyasining 1-moddasiga ko'ra, barcha davlatlar xalqaro gumanitar huquqqa rioya qilish va rioya etilishini ta'minlash majburiyatini oladilar. AQSh va Isroil tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar ushbu tamoyillarni buzgani sababli, menimcha, BMTga a'zo barcha davlatlar AQSh va Isroilni javobgarlikka tortishga chaqirishi kerak deb qo'shimcha qildi u. Eronga kelsak, bu barcha eronliklar tomonidan doimiy chaqiriq bo'ladi va biz butun ichki tizimimizdan, shuningdek, ularni Eron xalqiga qarshi sodir etgan dahshatli jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish uchun xalqaro huquqdan foydalanamiz, deydi u. Orban saylovlardagi mag'lubiyat uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban parlament saylovlaridagi mag'lubiyat uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi va natijalarni tahlil qilishga va'da berdi. Raqamlar o'zi gapiradi. Bu aniq mag'lubiyat. Biz 2,3 million ovoz oldik, raqibimiz esa 3 million ovoz oldi, deydi u Patriot portaliga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, Fidesz partiyasining maqsadi 3 million ovozni olish edi. Shunda uning siyosiy kuchi mamlakatni yangilash uchun yetarli bo'ladi, biroq ularning saylovoldi tashviqoti
saylovchilar ishtiroki oldingi saylovlardagidek 70% dan sezilarli oshmaydi degan taxminga asoslangan edi. Siyosatchi mag'lubiyat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va ilgari ovoz bermagan, ammo yangi kelgan saylovchilar nima sababdan unga qarshi ovoz berganini tahlil qilishga va'da berdi. U o'zining asosiy muvaffaqiyatsizligini Paqsh atom elektr stansiyasi qurilishining to'liq yakunlanmagani deb bilishini aytdi. Orbanning ta'kidlashicha, agar AES qurib bitkazilganida bugun Vengriya iqtisodiyoti ancha yaxshi ahvolda bo'lardi. Ayni damda Paqsh atom elektr stansiyasi Vengriya elektr energiya ta'minotining deyarli yarmini ta'minlamoqda. Rosatom bilan hamkorlikda boshlangan loyihaga ko'ra, ikkita yangi energiya bloki ishga tushirilgandan so'ng bu ulush 2 barobar ko'payishi kutilmoqda. Mamlakat rahbariyati yadro energiyasi energiya xavfsizligini ta'minlashning kaliti ekanligini bir necha bor ta'kidlagan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Washington yangi taklif bilan chiqdi. 20 yillik taqiq evaziga sanksiyalar yumshatiladi. AQSh Pokistonda bo'lib o'tgan tinchlik muzokaralari chog'ida Erondan 20 yil davomida uranni boyitmaslikka rozi bo'lishni so'radi. Washingtonning ushbu taklifi Tehronga nisbatan ilgari surilgan avvalgi qat'iy talablarning biroz yumshatilganini anglatadi. AQSh uran boyitilishi Tehronga yadro qurolini yaratish imkoniyatini berishidan xavotirda. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance 12-aprel kuni Eron bilan muzokaralarda biroz yumshoqlik ko'rsatganini ma'lum qildi. Biroq Tehron urushni tugatishga qaratilgan ushbu yadroviy kelishuv taklifini rad etgan. Ilgari Washington Erondan uranni mamlakat ichida boyitish huquqidan butunlay voz kechishni va ushbu material bo'yicha faqat xorijiy importga tayanishni talab qilib kelgandi. Manbalardan birining so'zlariga ko'ra, 20 yillik moratoriy evaziga Eronga nisbatan qo'llangan sanksiyalar yumshatilishi ko'zda tutilgan. Ushbu taklif muhim bir savolni o'rtaga tashlamoqda. 20 yillik muddat tugagach, Eron uranni o'zi xohlagancha boyitishda erkin bo'ladimi yoki qandaydir cheklovlar saqlanib qoladimi? Hozircha bu masala ochiq qolmoqda deyiladi xabarda. Eron rasmiylarining ta'kidlashicha, Tehron uranni boyitishni bor yo'g'i bir necha yilga to'xtatib turishni taklif qilgan. Shuningdek, Eron AQShning o'z ixtiyoridagi yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini xorijga chiqarib yuborish haqidagi talabini ham qat'iyan rad etgan. Rossiya bahori falokatga aylandi. Tarixdagi eng kuchli yog'ingarchilik. 17-aprel kuni Dog'istonning tog'li hududidagi Levashin tumani Quyi Ubeximaki qishlog'ida katta ko'chki yuz berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'chkining uzunligi bir necha kilometrni tashkil etgan. Hodisa hududda kuchli yog'ingarchilik fonida yuz bergan bo'lib, tabiiy ofatning ko'lami katta ekani aytilmoqda. Ko'chki qayd etilgan videolarda ba'zi uylarning ham butunlay qulab tushgani aks etgan. Ma'lumot uchun, Dog'iston 2026-yil bahorida mamlakat tarixidagi eng kuchli yog'ingarchiliklar bilan yuzlashdi. Oqibatda bir qator hududlarda kuchli sel oqimlari kuzatildi. Suv omborlari to'lib toshdi. Hozirda hududda qutqaruv xizmatlari ish olib bormoqda. Zarar ko'rgan hududlarda vaziyatni barqarorlashtirish choralari ko'rilmoqda. Xitoylik erkak chumoli sabab 1 yilga qamaldi. Keniya sudi 15-aprel kuni mamlakatdan tirik chumolilarni noqonuniy yo'l bilan olib chiqib ketishga uringan Xitoy fuqarosiga nisbatan hukm chiqardi. Sudlanuvchi Jang Kechun 1 million shilling, ya'ni $7,746 miqdorida jarima to'lashi va 12 oylik qamoq jazosini o'tashi belgilandi. Sudya Keniyada chumoli kontrabandasi bilan bog'liq holatlar ko'payib borayotgani sababli boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun qat'iy jazo zarurligini ta'kidladi. Bunday noqonuniy savdo asosan Xitoy kabi bozorlarga yo'naltirilgan. U yerda ekzotik jonzotlar ishqibozlarni chumolilarning murakkab ijtimoiy tuzilishi va xulq-atvorini o'rganish uchun ularni formikarium deb ataladigan katta shaffof idishlarda saqlaydi. Bunday koloniyalarni sotib olish uchun kolleksionerlar katta mablag' sarflashga tayyor. Xususan, har bir chumoli $220 ga sotilayotgani haqida xabarlar bor. Jang Kechun mart oyida Nayrobidagi xalqaro aeroportda qo'lga olinganda, uning yuklari orasidan 2200 tadan ortiq tirik chumoli topilgan. Sudlanuvchi dastlab yovvoyi tabiat turlari savdosi bilan bog'liq ayblovlarni rad etgan, biroq keyinchalik o'z aybiga iqror bo'lgan. Kechunning advokati sud hukmi ustidan apellyatsiya berishini ma'lum qildi. Katta miqdordagi chumoli savdosi bilan bog'liq holatlar ko'payib borayotgani va bu ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, qat'iy jazo tayinlash zarurati mavjud, deydi sudya Eren Gichobi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.